Bu 3 ta mahsulot juda ham arzon, lekin milliondan qimmat turadigan ozdiruvchi dorilarni o'rnini bosadi. Birinchisi qalampirmunchoq. Tanangizda ortiqcha shishlar bormi? Yog'laringiz erimayaptimi? Qalampirmunchoq damlamasini ertalab 1 stakan, kechqurun 1 stakan ovqatlanishdan oldin ichishingiz kerak. Ikkinchisi chesnok va asal aralashmasi. Aynan ozish jarayonini boshlagan har bitta insonda vitamin, minerallar defitsitligi, immun tizimini pasayishi, anemiya kabi muammolarga duchor bo'lish mumkin. Aynan chesnok va asal aralashmasini ovqatlanishdan oldin kuniga bir mahaldan yesangiz, immun tizimingiz ozish jarayonida ham baland bo'ladi. Uchinchi mahsulot esa jigar. Aynan oqsilga boy bo'lgani uchun ratsionimizda jigar mahsuloti bo'lsa, sizni ozishingiz jarayoni hech qanaqa dorilarga muhtoj bo'lmaydi. Bu 3 ta mahsulotdan qaysi birini siz yaxshi ko'rib iste'mol qilasiz? Kommentariyga yozib qoldiring. Shunga o'xshagan foydali videolar sahifamda ko'p, obuna bo'ling.